Urug' hamda donlarni ekishda ishlatish uchun mo'ljallangan selka apparatlarimizdan Marg'ilondagi Agro texnikalar do'konimizga yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi ma'lumoti bilan yoritib beramiz. Ko'rib turgan selka apparatlaring dorini ham, donni ham bemalol solib ekib ketish uchun mo'ljallangan ikkitali variantda bo'ladi akalar. Buni turi ko'p, eng original, sifatli modelidan sizlarga ko'rsatib, tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, ko'rib turgan selka apparatlaring makka, bug'doy, hop, mana shu masalan 8 xil, 10 xil nasatkalari bo'ladi. Shunga tushadigan holatda don mahsulotlarni bemalol ekib bera oladi. Tarvuz urug'gacha bemalol ekib bera oladi akalar. Ko'rib turgan selkalaring 20 sm lik variantidan akalar, bir tomonidan don, bir tomonidan dori mahsulotini bemalol tashab ketish uchun mo'ljallangan. Bittada ikkita vazifani bajarib beradi akalar. Har bitta yurganda bu selka apparatimizdan don mahsuloti bittadan tushadi. Bittadan ortiq tushmaydi. Xohlasilar 2 tali, xohlasilar 3 tali tushadigan qilib, mana shu nasatkasi orqali legorovka qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Xo'p, ekilgan mahsulotning orqa tomonida balonchasi bor, balonchasi orqali yopib keta oladi akalar. Xo'p, yumshoq, qattiq yor tanlamaydi bu selkamiz. Bir kunda 1 gektardan 2 gektargacha yerda ekib ketish uchun mo'ljallangan. Bitta odam bemalol ruchni orqasidan yetalayveradi, ekib juda ham sifatli holatda ekib bera oladi. Bexato chiqadi mahsulotlaring. Xo'p, bu don soladigan tomoni, bu dori soladigan tomoni. Masalan, o'g'itlar bo'ladigan bo'lsa, o'zini me'yoriga qo'yib bersizlar, legorovka qilib, me'yor holatda tashab ketadi. Undan ortiq tashlamaydi. Nasatkalariga bitta ahamiyat berasizlar. Katta nasatkalari ham bor, kichik tarvuz urug'ga, ashqavoq, tarvuz urug'ga, makkaga mo'ljallangan nasatkalar. Bundan tashqari o'zida mana dokumentlari, hamda o'zini nasatkalari ham komplekt holatda o'zidan chiqadi akalar. Har bitta mana narsa aylanganda purjina bittadan ochiladi. Shu aniq hisobiga sizlarga bittadan tashab berish uchun mo'ljallangan. Sifati juda ham zo'r. Ekishiga 100% garantiya. Manzil Marg'ilonda, hokimiyat ro'parasida. Pastga nomerlar qoldirib ketyapman. Pastki raqamlarga aloqaga chiqib bog'lansanglar, yanada to'liqroq ma'lumotini olib olishingiz mumkin. Narxini 1.800.000 so'mdan ikkitali, dorini ham, donni ham soladigan variantini qilib beramiz. Buni bittali varianti ham bor. Bittali variantlari 1.200.000, 1.100.000 dan chiqadi. Shunaqangi selka apparat qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yish mumkinsizlar. Biz topish anchaga oson bo'ladi. Manzil Marg'ilonda telefon qilib bog'lanishingiz mumkin akalar.